Rashid Husan Shirinboyevich, Samarqand viloyati Payariq tumanida 1990-yilda tug'ilganman. Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Samarqand filialida bakalavr bosqichini tamomlaganman. Shundan so'ng Moliya va iqtisodiyot kollejida informatika fani o'qituvchisi sifatida o'z faoliyatimni yuritdim. 1 yil o'tib, magistratura bosqichi uchun Toshkent axborot texnologiyalari universitetining dasturiy injiniring fakultetiga o'qishga kirdim. O'qishni bitirib, faoliyatimni ushbu universitetning dasturiy injiniring fakulteti dasturlash texnologiyalari kafedrasida assistent lavozimida davom ettirdim. 2019-yilga kelib, axborot kommunikatsiya texnologiyalari ilmiy innovatsion markazi, ya'ni bugungi kundagi raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt institutiga kichik ilmiy xodim sifatida ishga qabul qilindim. Va shu yerda men ilmiy faoliyatim boshlandi. Bu davr davomida mana bu yerga kelishimga sababchi Mamatov Narzullo ustozimiz bo'ladi va Fozilov Shavkat Xayrullayevich meni ilmiy rahbarim sifatida tanlaganman. Fozilov domla bilan tanishishimizga Mamatov Narzullo ustozimiz sababchi bo'lgan. Mavzuyimizni shakllantirishda ham shu ustozlarimiz bilan birgalikda tasniflash masalalarida relevant belgilarni tanlab olishning gibrid algoritmlari deb nomlangan. Chunki bugungi kunda ushbu belgilar fazosini o'lchamini qisqartirishga bo'lgan talab ortib bormoqda. Aslida bu eski muammolar sirasiga kirishiga qaramasdan bugungi kunga kelib ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan muhim masalalardan biri hisoblanadi. Mavzuning dolzarbligi haqida gapiradigan bo'lsak, buni juda keng qamrovli gapirish mumkin. Chunki bugungi kundagi katta ma'lumotlar bilan ishlaganda belgilarning turlari tanlanish kerak bo'lgan, tasniflash uchun muhim bo'lgan belgilar, ya'ni relevant bo'lgan belgilar bir nechta belgilardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Bular qaysilar? Relevant bo'lmagan, shovqinli belgilar, irrelevant belgilar va norelevant belgilar. Bunday holatlarda tasniflash masalalarining bir qancha murakkablashishini, model masalalarga qo'yiladigan talablarni ortib ketishini yoki bo'lmasa hisoblash jihatdan xarajatlarning yuqori nimaga olib chiqishini yoki aniqligining pasayib ketishini kabi muammolarni yuzaga keltirib chiqaradi. Shu boisdan ham relevant belgilarni, ya'ni tasniflash uchun eng zarur bo'lgan relevant belgilarni tanlab olish muammosi bu bugungi kunda o'z yechimini topmagan dolzarb masalalardan hisoblanadi. Tadqiqotimiz davomida ma'lumotlarga dastlabki ishlov berish, ya'ni tasniflash masalalarida belgilar fasosini o'lchamini qisqartirish masalalariga Lutfullayev, To'laganov, Adilova kabi qator olimlar tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan va ularning ilmiy ishlarida chop etilgan. Kamilov, Adilova, Lutfullayev, To'laganov kabi olimlarimiz tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalarida axborotning og'irligi o'lchov birligi tushunchalari kiritilgan va bu ishni mantiqiy davomi sifatida Mamatov, Fozilov, Rajabov, Mirzayev kabi olimlarimiz tomonidan bu ishlar yanada rivojlantirilgan hamda el informativlik mezoni tushunchasi kiritilgan. Bundan tashqari belgilarning o'lchamini qisqartirishda el informativ belgilarni evristik holatda yondoshuvini birinchilardan bo'lib Rustam Hamdamov o'zlarining ishlarida taklif etganlar. Shu kishilarning ishlarining mantiqiy davomi sifatida belgilar fasosini o'lchamini qisqartirishda relevant belgilarni tanlashning gibrid algoritmlarini, yangi yondashuvlarni ishlab chiqdim. Bu yondashuvlar doirasida 4 ta ilmiy yangilik ishlab chiqqanmiz. Bular filtr usullari algoritmiga asoslangan belgilar o'lchamini qisqartirishda relevant belgilarni tanlab olishning gibrid algoritmi ishlab chiqilgan. First Correlation Based Filter, ya'ni FSB filtr usulini algoritmini ketma-ket bajarishga asoslangan relevant belgilarni tanlab olishning gibrid algoritmini ishlab chiqqanmiz. Filtr usullar majmuasi hamda genetik algoritmlarga asoslangan belgilarni ketma-ket qidirishga asoslangan belgilarni tanlashning gibrid algoritmi ishlab chiqilgan hamda ushbu algoritmlar 4-ilmiy yangilik sifatida esa ushbu algoritmlarning turg'unligini baholashda empirik baholari olingan. Turg'unligini baholashning empirik baholari olingan. Bu ushbu yangiliklar ushbu gibrid algoritmlarning yondashuvi hali hech bir muallif tomonidan taklif etilmagan yangi yondashuv hamda evolyutsion yondashuv deb qarash mumkin. Mavzuni tanlashimizdan oldin men dastlabki mavzuyim tasniflash masalalarida reprezentativ belgilarni tanlab olish algoritmlari edi. Bu keyinchalik xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarni o'rganish natijasida, o'zimizning olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarni o'rganish natijasida ularni bugungi kundagi mavjud usullar, ya'ni filtr usullari ikki xil yondashuv bor, o'zi belgilarni tanlashning ikki xil yondashuvi bor. Bular feature extraction hamda feature selection deb nomlanadi. Feature extraction belgilar fazosini o'lchamini qisqartirishga bag'ishlangan bo'lib, bunda belgilarni sintez qilish bilan shug'ullanadi. Bunda yangi qabul qilingan belgi foydalanuvchilarga bir muncha
murakkabliklar, tushunarsizliklarni yuzaga keltirib chiqarishi mumkin. Future selection ham belgilar fazosini o'lchamizga qisqartirishga bag'ishlangan bo'lib, bunda belgilarni tanlab olish orqali belgilar fazosini o'lchamini qisqartirishni amalga oshiradi. Biz aynan mana shu future selection bo'yicha ishlaganmiz. Ya'ni bu future selection bo'yicha mavjud yondashuvlar, ya'ni filtr usullari, qobiq usullari hamda ichki usullarni ustunlik hamda kamchilik tomonlarini tadqiq qilib chiqdik, hamda ularni ustunlik hamda kamchilik tomonlarini ishimizda ko'rsatib o'tganmiz. Xuddi ushbu keltirilgan kamchiliklarni bartaraf etish hamda ularning ustunliklaridan oqilona foydalanish uchun biz gibrid algoritmlar ishlab chiqdik. Tadqiqot ishi doirasida ishlab chiqilgan 3 ta gibrid algoritm doirasida biz dasturiy majmua ham ishlab chiqqanmiz. Ushbu algoritmlar asosida ishlovchi dasturiy majmua. Ushbu dasturiy majmuamiz bir nechta modullar hamda ularning ichida joylashgan qism modullardan tashkil topgan. Bu dasturiy majmuamizni ishga tushirgan paytimizda CSV formatdagi faylni yuklash orqali, ya'ni bizning ilmiy tadqiqot ishimizning obyekti belgilangan belgilar hamda jadvallar ko'rinishida taqdim etilgan sonli ma'lumotlar hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlar ochiq ma'lumotlar bazasi open source dan olingan bir nechta datalar orqali ularni sinovdan o'tkazganmiz hamda amaliyotga tatbiq etilishi esa Samarqand viloyati Payariq tuman tibbiyot birlashmasidagi biz dasturiy majmuamizni tatbiq qildik. U yerda revmatizm va unga oid avtoimmun kasalliklarni erta aniqlashda belgilarni ikki xil klassga sog'lom hamda kasalligi bor bo'lgan bemorlarga ajratishni masalasiga qo'llaganmiz va bu masalada qo'llashimiz doirasida umumiy laborator hamda klinik qanaqadir tekshiruvlarni sonini kamaytirdik. Bu bemorlarni qiladigan xarajatlarni qisqartirishga sabab bo'ldi. Bundan tashqari ushbu dasturimiz shifokorlarga tavsiya sifatida ham tavsiyaviy ma'lumotlarni ham yetkazib beradi. Tavsiyaviy tizim sifatida ham qo'llash mumkin. Shu orqali biz shifokorlarning ish unumdorligini 11% ga oshirishga erishganmiz. Dasturiy majmuamiz Samarqand Sanepidem.com SES tashkilotida ham qo'llaganmiz. Bunda ichimlik suvi hamda havodagi ifloslanish darajasidagi qator belgilar asosida yuqumli kasalliklarni tasniflashda 3 xil klassga ajratish masalasini ko'rganmiz. Ya'ni yuqori, o'rta hamda quyi kasalliklar yuqish darajalarini 3 ta toifaga ajratish masalasini ko'rganmiz. Bunda bizga berilgan ma'lumotlarimizda, datamizda 45 ta belgilar bor edi. Ushbu 45 ta belgilardan biz relevant deb topilgan 36 ta belgini ajratib oldik va shu 36 ta belgi asosida dasturga o'qitganimizda aniqligimizni qariyb 7% ga, ish unumdorligini esa 12-13% ga oshirish imkoniyati yaratildi. Biz o'zimizni ilmiy tadqiqot institutimizdan kelib chiqqan holatda gapiraman. Ushbu ilmiy tadqiqot instituti bizni raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti hamda bugungi kundagi faoliyatim ham aynan ana shu institutda bo'lyapti. Shu kungacha ham shu 2019-yilning yanvar oyidan buyog'iga mana shu yerda faoliyat ko'rsatib kelmoqdaman. Hamda bu yerda texnik baza, texnik ta'minot ilmiy tadqiqotchi uchun juda ham yaxshi rivojlantirilgan. Avvalambor ushbu ilm sohasiga kirib kelayotgan yoshlarimizga bugungi kunda meni bermoqchi bo'lgan maslahatim shundan iboratki, qilmoqchi bo'lgan ishini sevish kerak, yaxshi bilish kerak. Qaysi yo'nalish bo'yicha himoya qilmoqchi ekanligini aniqlashtirib olishi eng muhim masalalardan bittasi o'ziga ustoz tanlayotgan paytda talabchan, u kishi bilan yaxshi chiqishadigan ustoz tanlashini tavsiya qilgan bo'lardim.